Charlie Chaplin 88 yil umr ko'rdi. U bizga 4 ta fikrni qoldirdi. Birinchisi, bu dunyoda hech narsa abadiy emas, hatto muammolarimiz ham. Ikkinchisi, yomg'irda yurishni yaxshi ko'raman, chunki hech kim ko'z yoshlarimni ko'rmaydi. Uchinchisi, hayotdagi eng behuda o'tgan kun bu kulmagan kundir. To'rtinchisi, dunyodagi eng yaxshi 6 shifokor quyosh, dam olish, jismoniy mashqlar, to'g'ri ovqatlanish, o'ziga hurmat va do'stlardir. Hayotingizning barcha davrlarida ularga amal qiling va sog'lom hayotdan bahramand bo'ling. Oyni ko'rsangiz, Allohning go'zalligini ko'rasiz. Quyoshni ko'rsangiz, Allohning qudratini ko'rasiz. Ko'zguga qarasangiz, Allohning eng suyukli bandasini ko'rasiz. Biz hammamiz sayyohmiz. Alloh bizning allaqachon yo'nalishlarimiz, joylarimiz va manzillarimizni belgilab qo'ygan. Videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.